Bismillahirrahmanirrahim. Istanbul 2010-yilning may oyi. Umar amaki, bu yerda turgan paytimda menga juda yaxshi muomala qildingiz. Men shunchaki Istanbulni tomosha qilishga kelgan edim. Siz esa menga Istanbulning asl chehrasini ko'rsatdingiz. Sharqda ayrim so'zlarning ma'nosi qanday ekanini ham sizdan o'rgandim. Bobom, hali ham bordir bolam, bu taraflarda hali ham ishq va muhabbatga oshiq bo'lgan muxlislar bordir, deb qo'yardi nuqul. Nazarimda siz ana o'shanday insonlardansiz. Qilgan yaxshiliklaringiz uchun sizga minnatdorlik bildirgim keldi. Lekin qanday qilib tashakkurimni izhor qilishni o'ylab yurgan edim. Mana sizga minnatdorlik ramzi sifatida shu kitobni berib ketyapman. Bu kitobda yozilgan gaplar men sizga ayta oladigan gaplardan bir necha marta afzal. Bu kitob mendan ko'ra ko'proq sizning qo'lingizda bo'lishiga munosib. Uni avaylab saqlashingizga ishonchim komil. Bu kitob menga bobomdan xotirada. Bobom necha yillab undan juda ko'p narsalar o'qib bergan. Men esa tinglab o'tirar edim. Mana kitobni endi sizga qoldirib ketyapman. O'zingiz aytganingizdek, kitoblarning ruhi bor bo'lsa, bu kitob ham sizning qo'lingizda va Istanbulda ekanida juda ham xursand bo'lsa kerak. Barcha yaxshiliklaringiz uchun tashakkur. Sizni va Moviy Istanbul mehmonxonasini unutmayman. Ko'rishguncha, Ahmad. Umar amaki kitob javonida yarq etib ko'zga tashlanib turgan bu kitobni darhol ko'rdi. Kitob bu yerga o'zi qo'ygan kitoblardan emasligi yaxshi ma'lum edi. Umar amaki har bir xonadagi kitob javoniga doim 3 dona kitob qo'yib chiqar edi. Bu xonadagi kitoblar soni esa 4 ta edi. Avvaliga Umar amaki bu xonada turgan mehmonlar kitobini unutib qoldirib ketibdi deb o'yladi. Keyin esa bir zumda ma'yus tortdi. Bu xonada oxiri bo'lib Ahmad qolgan edi-da. Ha, unga Ahmad juda yoqib qoldi. Nima ham qila olar edik? Ahmad ham avval kelganlar va keyin ham keladiganlar kabi bu mehmonxonaning majozlaridan biri edi, xolos. U ham hamma qatori ketib qoladi-da. Umar amakining birorta ham nevarasi yo'q edi. Uylangan ham emas-ku, qayerdan qizi, o'g'li, ayniqsa nabirasi bo'lsin. Umar amaki Ahmadni xuddi nevarasidek o'ziga yaqin olgan edi. Boz ustiga bu yigit o'zi ham tushunmagan holda his-tuyg'ular girdobiga tushib, bu yerlarga kelib qolgan edi-da. Ahir Ahmad bu mehmonxonaning emas, balki Istanbul shahrining mehmoni edi. Mana shu ma'yus Ahmad ham o'zini kutib olgan bu mehmonxona egasini unutib yuboradi hali. Umar amaki mana shunday hollar girdobida qo'liga kitobni oldi. Uni Ahmad esdan chiqarib tashlab ketibdi deb o'yladi. Lablarida ham tabassum, ham achinish hissi aks etdi. Yillar shoshib kelib ketaveradi. Yillar ta'sirida uning lablari rangini yo'qotib boraveradi. Hozir lablari yorilib ketgandek achishyapti. U esa achishishga parvo ham qilmay, kitobga tikilgancha jilmayishdan o'zini tiya olmay turibdi. Ahmad o'zi ajoyib yigit-da deb qo'ydi o'ziga o'zi. Shunday yigit kitobini bu yerda qoldirib ketibdi-ya. Umar amaki qo'lidagi kitobga razm soldi. Burnidan tushib ketayozgan ko'zoynagini qanshariga qayta itarib qo'ydi. Ha, juda qadimiy bir kitob. Muqovasi esa malohatining bezakli hujjati edi go'yo. Muqova shunchalar bejirimki, asti qo'yaverasiz. Bu kitob o'zi qaysi sayyoradan kelib qoldi ekan deb yuborgingiz keladi. Ha, oddiy kitobga o'xshamaydi. Umar amakining ko'ziga ayniqsa qadrli ko'rinib ketyapti. Umar amakining nazdida kitoblar odamlardan ko'ra yaxshiroq do'st va doimiy sir va asror manbai edi. O'zi bu yigit shunday bebaho kitobni qayerdan olgan ekan? Kitobga tikilar ekan Umar amakini hayajon bosdi. Qo'lida ushlab turgan kitobning har bir nuqtasini diqqat bilan tomosha qildi. Kitobning muqovasi moviy rangning qoramtir to'q ko'kka yaqin tusida edi. Ha, bu kitob uning eng yaxshi ko'rgan rangi. Moviy rangning har xil tuslarida ishlangan edi. Kitobning qayeriga qaramang, moviy rangning u yoki bu tusiga ko'zingiz tushadi. Xuddi e'tibor berib qaramagan paytingizda ham yarq etib ko'zga tashlanadigan eski qadrdon odamingiz kabi yoki dengizda hech kim qidirib topa olmaydigan
Shunga qaramay doim qidirilaveradigan to'q, ko'k tusli durni eslatar edi. Umar amaki kitobning muqovasini xuddi birovning uyiga uyalanqirab kirayotgan odamdek odob bilan ohista ochdi. Hali uning ichida nima kutib turganidan xabari yo'q. Ha, kitob uni mana shu yog'och tokchada Istanbulning chang g'ubori bilan pardalangan tarovati ila ilhaq bo'lib kutib turganini qayerdan ham bilsin. Umar amaki bu dunyoda tasodif degan narsaning bo'lmasligini bilmaydi-da. Umar amaki kitobini ochishi bilan yerga tushib ketgan bir varaq qog'ozga uncha e'tibor bermadi yoki ko'zlari ushbu kitobga shunchalar mahliyo bo'lgandiki, bunday jozibali kitobdan ko'zini uzgisi kelmadi. Ha, bu kitob unga boshqacha ta'sir qildi. Bu mo'ysafid har gal qo'liga kitob olgan chog' mana shunday hayajonlanarmikan? Umar amakining qo'lida turgan kitob atirguldek nazokatli ko'rinar edi. Umar amaki har holda kitobning alohida go'zallikka ega ekanini payqamay qolmadi. Kitobning chiroyiga mahliyo bo'lib avvaliga unga kaftini tegizib ko'rdi. Barmoqlari bilan emas, kafti bilan siladi. Keyin esa xayol olamiga g'arq bo'ldi. Shu payt noo'rin ish qilib qo'ygandek birdaniga seskanib ketdi. Birovning kitobini ochib o'qishim to'g'ri bo'lmaydi-ku degan fikr o'tdi xayolidan. Ha, bu xuddi birovning uyiga ruxsatsiz kirib chiqqandek gap. Engashib yerga tushgan qog'ozni oldi. Qog'ozni joyiga qo'yib qo'ymoqchi bo'ldi. Uni hech kim ko'rmayotgan bo'lgan taqdirda ham bu qog'ozni ochib o'qish Umar amakining xayoliga ham kelmas edi. Birovning yozuviga ko'z tashlashni o'ziga or deb bilar edi. Qo'lidagi mana shu kitobdek go'zal dilbarning pardasini ko'tarib qarashdek gap-da bu. Umar amaki doim har bir kitob uning egasiga tegishli deb aytar va doim shunga amal qilib, ruxsatsiz birovning kitobini ochmas edi. Umar amakining nazarida ayrim kitoblarga egasidan boshqa birovning qo'li tekkani kitobga ham, egasiga ham yoqmaydi. Ha, bu kitobni qanday turgan bo'lsa, o'shanday qilib joyiga qo'yib qo'yish lozim deb shunday qilishga chog'lanib turgan ham ediki, kichik maktubning ustiga Umar amakiga deb yozilganiga ko'zi tushib qoldi. Umar amaki xatni olib, tovush chiqarmay o'qib chiqdi. Ko'z oynagining oynasi har bir gapdan keyin namlanib qolayotgandek ko'rinar edi. Maktubni o'qib bo'lgach, uni o'pib peshonasiga surdi. "Oldim kitobni, omonatni qabul qildim, o'g'lim", deb qo'ydi sekingina. Ko'zlari namlandi. Yo'q, Umar amaki rosmana yig'layotgan edi. Avvaliga xatni nima qilsam ekan deb bosh qotdi. Keyin yoqasiz ko'ylagining chap tarafidagi cho'ntakka, ya'ni shunday yuragining ustiga joylashgan cho'ntagiga yaxshilab joylashtirib solib qo'ydi. Bolagina-ya", dedi yog'och o'rindiqqa o'tirib. "Bu kitob bir nabiraning o'z bobosiga meros qilib qoldirgan narsasi bo'libdi-da. Hech bunday bo'lmas edi-ku. Bu kitobni qoldirib ketmasang ham seni unuta olmas edi, bolam." Xayolidan kitobning shukri uni o'qish bo'ladi degan fikr o'tdi. Kitobning nomini sekingina o'qidi. Keyin ovozini chiqarib takror o'qidi. Qizg'ish ko'kimtir lablari orasidan moviy rang so'zlar to'kilgandek bo'ldi o'zi ham. Ishq va muhabbat ilmi. Bolasi tushmagura. Axir sen bu yerga sirning tagiga yetishga kelmaganmiding? Vaholanki sirning o'zini bu yerga tashlab ketibsan-ku. Umar amaki Ahmad qoldirib ketgan maktubni qayta-qayta o'qib chiqdi. Bu yozuvni o'zi xat deb ham bo'lmas edi. Bir-ikki og'izdan iborat qisqagina xatcha edi. Xolos. Xatni har o'qiganda Umar amaki yanada hajolat tortar edi. Bu yigit mehmonxonaga kelgan boshqa mijozlar kabi emas edi-da o'zi. Hamma qatori bo'lsa, hozir bu sovg'ani yengilroq qabul qilgan bo'larmidim deb o'yladi. Ha, qani kelib ketgan shuncha odam kabi Ahmad ham oddiy bir mijoz bo'lsa edi, hozir shuncha ezilib uni eslab o'tirmasdi-ya. Xo'sh, bu kitobni Ahmad nega o'z qo'li bilan topshirib ketmadi? Ha, aniq-ku, o'zi bersa, Umar amaki bunday bebaho kitobni qabul qilmagan bo'lar edi. Bu tushunarli. Endi uni olib xursand bo'lsinmi yoki xafa bo'lsinmi? Umar amaki xafa bo'ldi. Axir shuncha yo'l bosib kelgan bu yigitga nima ham qilib qo'yibdiki, unga mana shunday bebaho hadya qoldirib ketsa. Ha, bu hadyani qoldirib ketmagani ma'qul edi.
Umar amaki bunday qadrli omonatni o'z zimmasiga olmagan va tinchgina yashashda davom etgan bo'lar edi-ya. Boz ustiga Umar amaki bu kitob har gal unga Ahmadni eslatib, sog'inchini alangalatib yuborayotganidan ham qiynalayotganga o'xshar edi. Umar amaki hayrat ortgan ko'zlarini derazaga tikdi. Tashqariga razm soldi. Uning hatto nigohlarida ham uzoq yillarning izi ko'zga tashlanadi. Darvoqe, nega ko'zlarda xotiralar iz qoldirmas ekan-a? Odamning shuncha yil davomida ko'rgan narsalari ko'zlarida iz qoldirsa edi, shunday bo'lganda ko'zlari qarimas, balki o'z xotiralari bilan yashashda davom etgan bo'lar edimi? Yoki hozir ham shundaymikan? Istanbul uzra cho'kkan g'ira-shira qorong'ilikning ham o'ziga yarasha tarovati bor-da. Shu payt Istanbul qora liboslarga burkangan cho'l malikasini eslatadi. Bu shaharning oti ham go'zal. Bu shaharga Istanbul degan nomdan ham chiroyliroq ism topib bo'lmas edi-da. Tashqarida salqin bahor shabodasi esmoqda. Derazalar lang ochiq. Umar amakining qo'lida o'zi kim ekanini aniq-tiniq bilmaydigan bir yigit o'ziga qoldirib ketgan esdalik. Umar amakining sochlari oppoq. Istanbulda shamol ko'tarildi. Umar amaki quvondi ham. 60 yildan ko'proq yashab qo'yibdi. Shu paytgacha hech nima uni kitoblardan ko'proq zavqlantirmadi. U kitoblar bilan sirlashar ekan, axiri bir kuni kitoblar unga ham o'z sirlarini aytib berishini kutib yashadi. U kitoblar bilan suhbatlashib o'tirar, o'z tili bilan ularni ham gapirtirar edi. Eng yaxshi ko'rgan do'stlari kitob qahramonlari bo'lib, ular doim kitobda umr guzaronlik qiladilar. Ha, kitoblar Umar amakining eng yaqin do'stlari yashaydigan g'aroyib bir o'lka. Umar amaki bu diyorda kimlar bilan tanishib, do'stlashmadi deysiz? Bu diyorda kimlar bilan hol ahvol so'rashmadi? Umar amaki tizzasiga qo'ygan har bir kitobga qalbidagi sirlarini aytdi. U gapirar, kitoblar esa tinglar edi. Kitoblar so'zlasa, u sukut qilar edi. Ha, mana bu ajoyib kitob unga kutilmagan sovg'a bo'ldi-da. Umar amaki hayajonlandi. Hayajonlanishining ikkita sababi bor edi. Bu kitobni aynan Ahmad hadya qilgani va bu kitobning nazokatli, tabassum kabi tarovatli turishi uni alohida to'lqinlantirar edi. Kitobning sarlavhasini o'qib ko'rib, Umar amakining xayoliga turli fikrlar keldi. Ishq va muhabbat ilmi. Bu qanday kitob bo'ldi ekan? Kitob ham shunaqa chiroyli rangda bo'lar ekanmi, a? deb qo'ydi tovush chiqarmaygina. Ha, bu kitobda uzoq yillarning izi ko'zga tashlanadi. Kitobga mana shu moviy rang libosni kiydirganlariga ham ancha bo'lib ketganga o'xshaydi. Umar amaki kitob yozilgan sanaga qaragisi ham kelmadi. Avvaliga bu bejirim kitobning libosiga ko'z yugurtirdi. Umar amaki peshonasidan tushib, ko'z oldini to'sgan uzun oq soch tutamini orqaga tashladi. Uzun oppoq barmoqlarini kitobning muqovasiga tegizib ko'rdi. Bismillahni odob bilan aytib kitobni ochdi. Qani, moviy ko'zli nazokatli dilbar, siringni aytib berchi, deb qo'ydi. Umar amaki har bir kitobga alohida durdona sifatida qaraydi. Har bir kitobning o'ziga yarasha sir va asrori bo'ladi. Shu sababli bu kitob ham unga o'z sirini aytishini istar edi. Bu kitobning o'zi sir bo'ldi. Umar amakining ko'zlari kitob muallifining ismini qidirar edi. Kitobni bu oqshom o'qimaydi. Bu oqshom ushbu kitobning o'ziga xos olamini tasavvur qilib ko'radi va uni tushida ko'rishdan umid qiladi. Bu kitob qachon yozilgan, uni kim yozgan? O'zim tanigan mualliflardandir balki, deb o'yladi Umar amaki. Avval muallif bu kitobni qanday orzular bilan yozganini tasavvur qilib ko'rish kerak. Ha, boshqalarning orzularini tasavvur qilishdan qiyin ish yo'q. Axir shunday qilmasa, kitobning olamiga qanday qilib qadam bosadi? Ruxsatsiz va salomsiz kiradimi? Kitobning ustida mayda harflar bilan yozilgan bir ismga ko'zi tushdi. Tagida esa oysiz, kunsiz bir sana. Umar amaki ajablandi. Bu kitobning nomini ham eshitmagan ekan. Muallifini ham tanimaydi. Bu kitobda uni eng ko'p lol qoldirgan narsa esa kitob yozilgan sana bo'ldi. U o'ylaganidan ancha qadimiyroq ekan bu kitob. Lekin juda yaxshi saqlangan. Kitob eskirmagan. Biroq bu o'tkinchi dunyoda ancha-muncha umr ko'rib qo'yibdi.
Bu kitob necha kishining tushiga kirib chiqqan, qaysi diyorlarning tuprog'i uning ko'ylagiga tegib ulgurgan ekan, Xudo biladi. Bu qanday kitob bo'lishi mumkin? U Umar amakiga bir ishoratmikan? Uning muallifi kim? Ahmad bu kitobni qayerdan olgan? Nega Ahmad uni Umar amakiga hadya qilib ketdi? Bularning bari tasodifmi? Umar amaki o'zi o'tirgan o'rindiqdan turib ketdi. Necha yil umr ko'rganini sanab berib charchagan bu mo'ysafidning oyoqlari necha yildan beri har gal o'rnidan turganida zirqiraydi. Qo'lidagi kitob zumraddek tovlanadi. Umar amaki esa o'zini Zumrada Anqo qushidek his qiladi. Izoh: Zumrada Anqo afsonaviy qush nomi, Semur, Humo, Kaknus qushi deb ham aytiladi. Kitoblar ham yig'laydi. Ayrim kitoblarning ko'z yoshlari harflar bo'ladi. Umar amaki mana shunday fikrda. Ha, mana bu kitob ham necha yillab ko'z yosh to'kkan. Hozir ham yig'idan to'xtagani yo'q. Bir kitobning ko'z yoshlarini o'qishning o'zi bo'lmaydi. Kitobning ko'z yoshlaridan iborat harflarini o'qish bir necha yilda bir nasib qilib qoladi Umar amakiga. Umar amaki lol edi. U bu ishlarning tasodif ekaniga ishonmaydi. Bu olamda hech narsa tasodifan bo'lmasligini biladi. Lablari muallifning ismini va kitob yozilgan sanani pichirlaydi. Baliqchi Hasan Taqsir, 1458-yil. Bu tun Umar amaki umuman uxlay olmadi. Hayajondan to'lqinlanishini-ku qo'yavering. Xayol olamining uchqur otlari ko'zlariga uyqu keltirmadi chog'i. Ko'zlari yumuq bo'lsa-da uxlay olmas. Tinmay hayot surish bilan ovora edi. Mana shu hayollarning davomi tushiga ulanib ketishini istar edi-yu, bir zum ham ko'zi ilinmadi-da. Mehmonxonaning pastki qavatida qo'rbola qilib qurib olingan beo'xshovgina xonasida atrofga alangladi. Bu xonaning u yer bu yerini tuzatishim kerak chog'i degan fikr keldi dabdurustdan. Yotgan joyidan asta turib oldi. Stolining ustidagi kitoblarni tartibga soldi. Keyin esa xushbo'y tutaqqa yoqdi. Istanbul tunining o'ziga yarasha yoqimli hidi bor-da. Bu shaharga o'zi tim qora liboslar yarashib turadi. Umar amakiga shunday tuyuladi. Buning ustiga bahor o'z nafasini ufurib turibdi. Kunlar borgan sari ilib, atrofni bahor havosi egallamoqda. Tashqarida bahorning mayin shabadasi esadi. Qani xonasining derazasi bo'lsa-yu, hozir lang ochib tashlasa-da. Afsuski bu mo'jazgina xonada deraza ham yo'q. Umar amaki bu xonaga deraza qurishlarini istamagan edi. Istanbul tuni va xushbo'y tutatqining muattar hidi. Ha, Istanbulni tomosha qilish uchun Umar amakiga derazalar kifoya qilarmidi deysiz? Istanbulni ko'ra olish uchun odamning tanasi Istanbul osmoni ostida bo'lishi kerak-da. Xayol olamining uchqur otlari Umar amakini u diyordan bu diyoriga, u davrdan bu davrga olib qochadi. Umar amaki bir oz o'tirgach, stol ustidagi kitoblarni olib, kitob javoniga birma-bir joylashtirib chiqdi. Stolning usti bo'm-bo'sh bo'ldi. Ha, Umar amaki bu kitobni o'qish uchun tong otishini kutib o'tirmaydi. Kitob unga shivirlab dardini aytib turadi-yu, uning ko'ziga uyqu kirar ekanmi? O'zi nega tong otishini kutish kerak? Baribir uxlay olgani ham yo'q. O'rindig'ini stolga yaqinlashtirdi. Yelkasiga kostyumini tashlab oldi. Yo'q, sovqatganidan emas, mana shu kitobga hurmat yuzasidan yelkasiga kostyumini ildi. Ust boshini tartibga soldi. Ha, uning uchun kitoblardan qadrliroq hech narsa bo'lmagan. Har gal kitoblarning oldiga yaqinlashsa, xuddi qadrdon do'stlarining davrasiga kirayotgandek ust boshiga bir qarab oladi. O'sib ketgan moshguruch sochlarini taraydi. Kostyumining tugmalarini taqib oladi. Agar odamlar uni telbaga chiqarishidan cho'chimasa, har gal xonasiga kirishdan oldin eshikni taqillatib kirganidan keyin esa kitoblarga salom bergan bo'lardi-ya. Ha, Umar amaki hozir kitobning hayol olamiga sayr qilgisi va muallifning hayollariga sherik bo'lgisi kelyapti. Umar amaki qarib qolganiga qaramay, mana bu kitobning oldida o'zini navqiron his qildi. Xuddi dabduruston yosh, chayir yigitchaga aylanib qolgandek sezdi o'zini. Shu payt Xudo biladi, xotirasiga qaysi davr u, qaysi Istanbul go'zali keldi ekan. Ha,
Umar amakining hech kim eshitmagan bir hayotiy hikoyasi bo'lishi kerak. Lekin siyoh tugul qon bilan yozsa ham o'z hikoyasini hech kimga tushuntirib bera olmas edi. Umar amaki osuda bir turning xushbo'y anqib turgan yonoqlaridan bo'sa olgandek zavq bilan kitobni mo'jazgina xontaxtaning ustidan oldi. Kitobni stolning ustiga siyoh dog'laridan toza joyini izlab topib qo'ydi. Ro'parasidagi shkafdan shamdon oldi. Gugurt chaqib, shamni yoqdi. Chiroqni yoqishga qo'li bormadi. Xuddi elektr tokidan foydalansa, bu kitobga hurmatsizlik bo'ladigandek hajolat tortdi-da. Bir kitobning olamiga chuqur sho'ng'ishni istasang, unga shu olam tartib qoidalariga rioya qilib kirasan. Xuddi birovning xonadoniga kirib kelgan mehmondek tutasan o'zingni, degan fikr o'tdi xayolidan. Ha, Umar amaki bu kitobni shunchaki o'qimaydi, balki boshidan kechirayotgandek ta'sirlanib o'qiydi. U bu kitobga shunchaki quloq solib qo'ymaydi, balki ishonib, jon qulog'i bilan tinglaydi. Ha, faqat ishongan odamgina seva oladi. Ishonish o'zi sevish degani emasmi? Shu payt Umar amaki boshini ko'tarib shamga qarab qo'ydi. Qani hozir mittigina parvona kelib, shamga o'zini otsa edi. Ha, parvona shamni ko'rib jo'shib ketsa edi. Shunday bo'lsa juda chiroyli alomat bo'lgani bo'lardi-ya. Muallif ishq va muhabbat ilmi deb nom qo'ygan mana bu kitobga Umar amaki o'zini fido qila olmasa ham bittagina parvona bu kitobning o'qilishi uchun o'zini qurbon qilsa edi. Qani edi? Umar amaki kitobni o'qishga chog'landi. Muqovani ochdi va oldin o'zi ko'rmagan bir narsa e'tiborini tortdi. Ko'z oynagini to'g'rilab olib, tikilibroq qaradi. Nazarida mana shu birinchi sahifa kitobga keyinchalik qo'shilgandek ko'rindi. Agar diqqat bilan razm solinsa, bu sahifaning chetiga yalim surtilib, kitobga yopishtirilganini ko'rish mumkin edi. Shamdonni ko'tarib kitobga yaqin olib keldi. Bu sahifa bittagina nuqta bilan boshlangan. Muallif bu bilan nima demoqchi ekan? Shunchaki bitta nuqta nimani anglatadi? Ha, bu agar keyinchalik qo'shilgan sahifa ekanini nazarda tutsak, bir maktub yoki ilovamikan? Ketma-ket tug'ilgan savollardan Umar amakining boshi og'rib ketdi. Bitta nuqta nimani bildirishi mumkin ekani haqida fikr yuritib ko'rdi. Ishq va muhabbat bittagina nuqtadan iborat bo'ladi. Bir dilbarga ko'ngil tutsa, muhabbat uning yuzidagi bittagina holda namoyon bo'lishi mumkin. Ba'zida barcha ma'no mana shu nuqtada mujassam bo'lib qoladi. Ahar kalomning ham mohiyati be harfining tagidagi nuqta bilan boshlanmaganmidi? Ha, barcha harflar bittagina nuqta bilan boshlanadi. Muhabbat esa mana shu nuqtaning ma'nolaridan bitta ma'no xolos. Inson ham bir nuqtadan iborat. Shu payt Dadurustdan yodiga bir she'r tushdi. Bu she'rni ilgari yodlaganmidi, eslay olmadi. Shunchaki tiliga kelganini o'qib qo'ya qoldi. Haq ilmida bu olam bir nusxa ekan xolos. Bu nusxada bu odam bir nuqta ekan xolos. Bu nuqtaning ichida pinhon necha ming ummon, bu olam esa ummondan bir qatra ekan xolos. Odamligini kim bilgan bo'lsa, o'shadir odam, bo'lmasa ko'ringan surat bir soya ekan xolos. Niyoziy Misri, asl ismi Muhammad ibn Ali Chalabi 1618-1694-yillarda yashab o'tgan. Turkiy va arab tilida ijod qilgan yozuvchi va shoir, mutasavvif, olim, she'ri yuqoridagi. Umar amaki hali kitobni o'qishni boshlamasdanoq hayajonga tushib ulgurdi. Bir lahza ham kutmay kitobni o'qishga tushdi. Kitobning o'tmish hidi ufurib turgan diyoriga ikki qo'li bo'm-bo'sh kirib kelayotgandek his qildi o'zini. Xayol olamidagi barcha manzaralarni chil-parchin qildi. Faqatgina mana shu kitob olamini qoldirdi. Umar amaki davrlarni oshar, asrlarni varaqlar edi. Bir simirishda ming xil zamonni ho'plar va har gal o'zi yashab turgan lahzadan voz kechar edi. O'zining qayerda turganini unutishga urindi. Kitobda qayer tasvirlansa, ana o'sha yerda bo'lishni ma'qul ko'rdi. Mana shu harflar qaysi makonda satrga tushgan bo'lsa, u ham bu jumlalarni o'sha makonda qalbiga jo qilgandek bo'ladi. Makon yo'q bo'ldi, lahza g'oyib bo'ldi. Faqatgina yongan hid bor va asta ishtirlagan tovush. Mana mitti bir parvona shamga o'zini urib qoldi.
Iya, pichirlab aytgan so'zlari duo o'rnida qabul bo'ldimikan? Umar amakining ko'zlariga yosh keldi dabdurustdan. Yuziga qon yugurdi. Ishq va muhabbat ilmining qurboni bo'lgan bir parvona, deb qo'ydi ohista. Bu parvonaning mitti yuragi ishq va muhabbatni qayerdan bilar ekan-a? Ishq va muhabbat unga qachon ilhom qilindi ekan? Hijolat tortdi. Mittigina parvona ishq va muhabbat yo'lida. Ishq va muhabbat ila o'zini ishq va muhabbat manbaiga ota olar ekan-u, u esa tomosha qilishdan boshqasiga yaramasa. Umar amaki shunchaki ishq va muhabbatni tomosha qilar edi. Tomosha qilar edi xolos. Parvona esa bu damda ishq va muhabbat yo'lida jon deb o'zini yondirmoqda. Umar amaki ko'rsatkich barmog'ini ohista shamga uzatdi. Barmog'i olovga tekkan choq ko'zlarini chirt yumdi. Ey oshiq parvona, dedi. Otashingni menga ham tekkiz. Keyin esa nigohini kitobga qaratdi. Ko'zlarini uning harflariga yugurtirdi. Yoshga to'lib turgan ko'zlari bardosh bera olmadi. O'ng ko'zidan kitobga bir tomchi yosh dumala tushdi. Bu mittigina parvonaning ko'z yoshi bo'ladi, deb qo'ydi. Parvona Umar amakining otashiga qo'l uzatgan edi endi. Ko'zidan bir tomchi yosh dumalab tushgan choq ko'z yoshidan yonoqlari kuydi. Ko'z yoshi lablariga tushar chog'da esa harflar bo'g'riqdi. Umar amakining tovushi chiqmay qoldi. Ishq va muhabbatning guvohi mittigina bir parvona, deb qo'ydi o'ziga o'zi, mutaolada davom etdi. Mana endi kitob u bilan suhbatga kirishdi.